Turkiyada go'sht narxi necha pul? Buning uchun biz Istanbulni go'sht bozori bo'lgan Kadınlar bozoriga keldik. Chunki bu yerdagi narxlar boshqa do'konlarga qaraganda 30-40% ga arzon. Chunki bu yerda ulgurji narxlar asosida chakana savdo ham qilishadi. Mol go'shti suyaklik qovurg'asi 525 lira, ya'ni 13 dollar. Laxm go'sht 12 dollar. Bu 650 lira, 670 lira. Mol go'shtini laxm qilib kesib to'g'rab berishgan. 540 lira, ya'ni 13 dollar. Mana shu qo'y go'shti. Qo'y go'shti suyaksiz 18 dollar. Bu esa qavurg'ani yo'ntasi 1250. Duma yog'ini qo'ydi kallasi, bittasi kuydirilgan, bittasi shu holatda po'st olingan. Narxi 250 lira, 6 dollar. Bu esa 350 lira, bu qimmatroq. Bu qo'yni qorinni ishkambasi 130 lira, ya'ni 3 dollar mana shu kilosi. Kesib berishadi, qancha olsangiz. $180 lira. Bu esa 400 lira. Ya'ni ichak bu. Bundan hasib